Bugungi xonadonni sotib olgan odamga avtoturargoh bonus. Bugungi sotilayotgan obyektimiz Yangi Hayot tumani 8-hududda joylashgan. Uyimizni ko'rsatishda oldin har doimgidek sizlarga bu sharoitlar bilan tanishtiramiz. Qaranglar. Zeleniy zona bor, avtoturargoh bor. Bundan tashqari bolalar o'ynash uchun maydoncha, futbol maydoni, besedkali bor. Uyimiz 1-qavatda joylashgan, 2 xona planirovka. Sizlar bilan birgalikda shu xonadonni ko'rib chiqamiz. Eslatib o'tganimdek, sotilayotgan xonadonimiz 1-qavatda joylashgan, 2 xona planirovka. Asosiy ish uydan kiryapsizlar. Bu yerda stroyniy mebel uchun joylar qilingan, hojatxonasi, yuvinish xonasi, barcha aksessuarlar to'liq qilib o'tilgan. Bu yerdan bo'lsa ayollar sevimli xonasi, oshxona qismiga o'tasizlar. Har kungi nonushta qilib o'tirish uchun joy, mebel, texnikalar, hamma narsalari qo'yilgan, hamda ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Koridor qismida yurar ekansizlar, ikkita alohida xona. Birinchi xonamizdan ko'radigan bo'lsanglar, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebellari qo'yilgan, xohlasanglar mehmonxona, xohlasanglar detskiy spalniy sifatida bemalol foydalanib o'tasizlar. Bu yerdan o'tadigan bo'lsanglar, kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, radiator, konditsionerlar, himoya panjara, mebel texnika, hamma sharoitlari to'liq qilib o'tilgan. Hojatxonamiz bo'lsa, tupli pol yordamida isitiladi. Pastda bo'lsa joy egasi raqamini qoldiramiz. Uy bozor plus kanali nomidan murojaat qilib baraka qilasizlar.